Assalomu alaykum yurtdoshlar, qadrdonlar. 2026-yil 23-yanvar kunida turibmiz. Soat millari ertalabki soat 4:00. Hammalaringga juma ayyom muborak bo'lsin. Ajoyib kayfiyatdamiz. Nihoyatda go'zallik deydimi? Go'zallik, mahallamiz qaranglar. Bir yillik kunda hozir 10-15 santimetr bo'lib qoldi do'stlar. 15 santimetr qor. Mana bir yil endi yog'di. Mazza. Archa bor amakda. Bittadan laklarni urib qo'yasizlar, dirsillatib. Archa jonlarcha bo'lib ketdi bu yer. Hammalaringga juma ayyom muborak bo'lsin. Gazga chiqdik, kech qolib ketdik. Mashina qilib izlab yuribmiz. Yaxshi dam ol. Salomat bo'l, rahmat. Mana go'zallik. Mahalla jimjit. Bolajonlar maza qilib o'ynaydi. Juda ham zo'r yog'yapti. Esdalik uchun video qilib qo'yapmiz, qadrdonlar. 2026-yil 23-yanvarda turibmiz. Xudo xolasa esdalik uchun olib qo'yapmiz. Qor yog'sa video qilarkan degan fikrlar bo'lmasin. Bugun juma. Barchalaringga ayyom muborak bo'lsin, juma ayyom. Safarda yurgan aka-ukalarga, safarda yurgan aka-ukalar bor. Hammalaring safarlaring bexatar bo'lsin. Hammalaring sog' bo'linglar. Barchalaringga shu yog'ayotgan qor barakatlik, qutlug' kelsin. Qanchalik men yuryapman mana. Mana izlarim. Butayam mazza. Hammalaring sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.